Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda listening darsini qilamiz va Boards and Beyonds, ya'ni BNB dan video ko'ramiz va analiz qilamiz uni birgalikda. Nima uchun BNB? Baribir tibbiyotni o'rganish uchun asosiy manbalardan bittasi, ya'ni ingliz tilida o'rganish uchun asosiy manbalardan bittasi bu UZML sistemasiga asoslangan Boards and Beyonds video darsliklari hisoblanadi. Bu yoqda hammasi juda ham tartibli holatda berilgan. Topish ham oson, juda ham muammo bo'lmaydi topishga. Deyarli tibbiyotni barcha qismini qamrab olgan desa bo'ladi. Ya'ni juda ham tartibli berilgani uchun o'rganishga qulay. To'g'ri, bundan ham yaxshi materiallar bor, lekin bu yoqda hammasida, ya'ni tibbiyotni hamma qismida borligi uchun va juda ham tartibli bo'lgani uchun o'zingizga ancha qulay bo'ladi. Shuning uchun ko'proq shu Boards and Beyondsdan analiz qilamiz. Shunda sizda o'sha quloq o'rganadi, qanday so'zlarni ishlatyapti, sistemasi, o'sha video darsni tuzilishi qanaqa bo'ladi. Shular anchasi tanish bo'lgandan keyin sizga uni so'zlarini tushunishni boshlaysiz. Lekin hozirdan aytib qo'yishim kerak, juda ham tez gapirishi mumkin, qiyin so'zlarni ishlatishi mumkin, lekin bizada ekranda ham yozuvlar chiqib turgani uchun, ya'ni nima haqida gapirayotgani ekranda ham chiqib turgani uchun sizga juda ham muammo bo'lmaydi tushunish. O'sha to'xtatib, yana ko'rib, o'rganib ketaversangiz bo'ladi. Juda ham muammo bo'lmaydi tez gapirgani bilan. Keyin bundan tashqari bugungi subtitrlik variantini tanlaganman analiz qilishga osonroq bo'lishi uchun va ko'proq ko'ra olishimiz uchun subtitrlisini tanlaganman. Birgalikda shuni demak hozirgi dars davomida ko'rib o'tamiz ekan. Demak, bugungisi astma haqida ancha qiziq bo'lgan mavzulardan bittasi. Demak, video dars davomida yangi so'zlarni ham yozib ketamiz birgalikda. Shuningdek, listeningga oid bir qancha o'sha narsalarni aytib ketaman, uni tushunish bo'yicha. Undan keyin yana har xil kasalliklar, so'zlar bo'lishi mumkin, boshqa har xil narsalarni biz Google'dan ham ko'rib ketaveramiz. Google tayyor. Aytilgan narsalarni esa mana bu faylga yozib ketaman. Bu fayl ham tashlab beriladi. Demak, boshladik. Hello, everyone, and welcome to our module on asthma. Demak, BNB videolarini ko'rar ekansiz. Barcha videolarni deyarli shunday boshlaydi, ya'ni hello everyone, hammaga salom, welcome to our module on nimadir. Modul degani sodda qilib bu narsani mavzu desak bo'ladi, Faqat shuni chiroyliroq qilib aytish uchun modul deyilgan, lekin basically umuman olganda ma'nosi mavzu. Ya'ni mana shu mavzuga xush kelibsiz. Hello everyone and welcome to our module on something. Nimadir. Demak, astma moduliga xush kelibsiz. Asthma is a lung condition in which patients develop reversible bronchoconstriction. Demak, astma, diqqat qilamiz. Asthma is a lung condition deyapti. Condition o'zi holat degani, lekin bu kontekstda hozir biz buni kasallik desak bo'ladi. Asthma bu o'pka kasalligi bo'lib, in which, ya'ni o'shanda astmada, qaysiki o'sha astmada patients, bemorlar develop rivojlantiradi, ya'ni hosil bo'ladi ularda nima? Reversible bronchoconstriction. Reversible, mana bu yoqda ham yozib qo'yibdi mana. Reversible degani orqaga qaytarsa bo'ladigan. Bronchoconstrictionni bilasiz. Ya'ni bronchokonstruksiya. Buni o'zbek tilida ham xuddi shunday ishlatamiz. Constriction. Muskullarda ingliz tilida constriction demak, muskul bo'lishyapti emas, qisqarish degani. Okay? Relaxation bo'lsa, bizda bo'shashish, kengayish bo'ladi ekan. Constriction bo'lsa, qisqarish desak bo'ladi. Reversible-ni mana bu yoqda alohida yozaman. Mana reversible bu orqaga qaytadigan. Reversible. Demak, orqaga, ya'ni qisqargan bo'lsa, xullas, qayta kengayadi degani. Orqaga qaytadigan. Reversible. Lekin buni teskarisi bor bizda. Irreversible bo'lsa, endi irreversible bo'lsa, bu orqaga qaytmaydigan bo'ladi ekan. Irreversible bo'lsa,
orqaga qaytmaydi. Irreversible'ga video darsi davomida eshitishingiz mumkin. Misol uchun necrosis. Necrosis is a irreversible process. Ya'ni nekroz qaytmas jarayon. Yana misolda qilib qaytar qaytmas desak ham bo'ladi. Demak, reversible bronchoconstriction, ya'ni orqaga qaytadigan, qaytar bronxlardagi qisqarish desak bo'ladi. Qayta eshitamiz shu joyni, sal tez gapirdi. Is a lung condition in which patients develop reversible bronchoconstriction. The word reversible is important here because reversibility distinguishes asthma from other lung conditions like COPD. Xo'p. Demak, bu yoqda nima dedi? Orqaga qaytamiz. The word reversible is important here. Reversible, ya'ni qaytar so'zi deyapti. The word reversible, qaytar so'zi bu yoqda muhim deyapti. Muhim, important here because reversibility distinguishes asthma. Qarang, reversibility. Reversible qaytar. Reversibility bo'lsa, aningda xuddi shuni noun shakli, ot shakli bo'ladi ekan. Ya'ni orqaga qaytarlilik desak ham bo'ladi o'zbek tiliga. Distinguish bo'lsa farqlash degani ekan. Distinguish shu yoqda yozib ketaman. Distinguish bu bizada farqlash yoki ajratish desak ham bo'ladi. Farqlash, ajratish. Azma deyapti. Azmani nimadan ajratadi? Azmani from other lung conditions deyapti. Boshqa o'pka kasalliklaridan ajratadi. Like ya'ni faqat yoqtirish degan ma'nosi yo'qda. Like'ni o'xshash degan ma'nosi ham bor. Masalan, COPD deyapti. Bu degani, bu yoqda yozamiz. Demak, COPD bizada chronic obstructive pulmonary disease bo'ladi ekan. Bizadagi Hobelga to'g'ri keladi. Ya'ni surunkali obstruktiv o'pka kasalligi. Bizadagi Hobelga nima qilib yozib qo'yaman? Endi Hobel deymiz baribir. O'zbekcha bo'lsa ham tushunib olaverasiz. Surunkali obstruktiv o'pka kasalligi. Mana shundan farqlashga deyapti. Reversible so'zi muhim deyapti. Chunki bu bilan nima demoqchi? Hozir davomini eshitamiz. Conditions like COPD where the symptoms are usually not reversible. Where the symptoms are usually not reversible deyapti. Ya'ni where, ya'ni o'sha COPD da, Hobelda deyapti, simptomlar odatda not reversible, ya'ni qaytar emas, irreversible demoqchi. Demak, shundan farqlash uchun muhim deyapti. Endi qaytib eshitamiz shu joyni. Reversible is important here because reversibility distinguishes asthma from other lung conditions like COPD, where the symptoms are usually not reversible. And when bronchoconstriction occurs, this leads to dyspnea and wheezing. Hop. And when bronchoconstriction occurs, sodir bo'lish deganida, qachonki mana shu bronchokonstruksiya, ya'ni bronxlarda qisqarish sodir bo'ladigan bo'lsa, where hop, this leads to nima edi? Olib kelish. Dyspnea and wheezing. Dyspnea nima edi? Dyspnea, demak ko'ring, kelma bilan ko'ramiz hozir. Dyspnea is a sensation of running out of the air and not being able to breathe fast enough or deeply enough. Qarang, shu o'zimizdan ham zo'r so'zlarni o'rganib ketamiz. Shortness of breathni o'zi, nafas yetishmovchiligi. Shortness of breath. Bu so'zlarni faqat buyoqda men yozayotganimga qarab qolmang, o'zingiz ham mana shu aytilayotgan davomida yozib keting so'zlar. Men bu yoqda faqat eng muhim deb bilganlarimni, qiyin bo'lganlarini yozib ketaman. Oddiyroqlari chiqsa, siz o'zingiz yozib ketishingiz kerak. Faqat bularga tayanib qolmang. Demak, shortness of breath nafas yetishmovchiligi degani, dyspnea esa sensation, sezgi deyapti. Running out of degani tugab qolish, tugash. Ya'ni havo yetishmovchiligi, havo
Yetishmovchilik hissi deyapti. Hissi not being able to breathe. Ya'ni nafas ola olmaslik. Able to degani bo'la olish, qodir bo'la olish deganida aslida. Not being able to breathe fast enough. Yetarlicha tezlikda or deeply enough. Yetarlicha chuqur. Deeply degani chuqur. Chuqur nafas ola olmaslik hissi deyapti. Mana bu yoqda run out of ni yozib qo'yishim kerak. Run bu o'zi bitta fraza hisoblanadi. Run yugurish ekan, boshqa ekan deb demak tarjima qilmaymiz buni. O'zini ma'nosi bor. Alohida fraza bu. Run out of something deb yozib qo'yaman. Nimanidir, nimanidir tugab qolishi yoki yetishmovchiligi desak bo'ladi. Yetishmovchiligi. Yetishmovchiligi. Misol uchun we are running out of water. Suv tugab qoldi degani. We ran out of milk misol uchun sut tugab qoldi degani. Bu kontekstda bo'lsa, mana shu havo yetishmovchiligi hissi, endi tugab qolish desak tushmaydi. Havo yetishmovchiligi hissi deyapti va nafas yetarlicha tezlikda, yetarlicha chuqurlikda nafas ola olmaslik ekan. Dyspnea and wheezing bo'lsa, wheezing mana wheezing high pitched yani yuqori ovozli degan ma'noda. Whistling sound made during breathing which occurs when the airways in the lungs become narrowed or blocked. Uh, Airways qachon sodir bo'ladi? O'sha havo yo'llari degani airways. Demak, in the lungs o'pkadagi havo yo'llari become narrow to'rayish degani ekan, to'rayish. Blocked degani ya'ni o'zini nomi bilan bloklanish. Mana shunaqa bir baland tovush deyapti. Or musical sound deyapti. Musiqaga o'xshagan tovush. Xirillash desak bo'ladi. Xirillash desak bo'ladi. Xo'p, mana bu yoqda manimcha eshitsa bo'ladi. Okey. YouTube'ga ketib qoladi hozir, mayli. Xullas, xirillash desak bo'ladi. Yana keyin mana buni eshitib qo'ysangiz bo'ladi YouTube'dan. Wheezing sound deb yozsangiz chiqarib beradi qanaqaligini. Yeah, and wheezing, and we'll talk about the symptoms in a minute. We'll talk about the symptoms in a minute. Ya'ni mana shu simptomlar haqida, ya'ni dyspnea, wheezing, har xil tovushlar chiqishi. We'll talk about the symptoms, ya'ni simptomlar haqida 1 daqiqada ya'ni gaplashamiz. Ya'ni 1 daqiqa degani mana 0:27 bo'lsa 1:27 degani emas albatta. Ya'ni hozir 1 daqiqa shundoq tezlikda qaytamiz. Keyinroq gaplashamiz. Keyinroq o'sha haqida gaplashamiz degan deyishni inglizlar shunaqa aytsak bo'ladi va bu narsani siz BNB videolarida juda ham ko'p ko'rasiz do'stlar. Ya'ni we'll talk about in a second, we'll talk about in a minute. Bularning hammasi xo'p, o'sha sal keyinroq gaplashamiz deyish ma'nosi aslida. Ya'ni konkret minut, sekundni tushunmasligimiz kerak. Davom etamiz. Patients who have asthma usually have bronchoconstriction triggered by an allergic stimulus. Allergic stimulus, ya'ni allergik stimul deyapti. Patients who have asthma bo'lgan bemorlarda usually have odatda nima bo'ladi? Bronchoconstriction ya'ni bronxlarda qisqarish bo'ladi. Triggered by degani shu tomonidan trigger qilingan. Narsani o'zbek tilida ham aytamiz, trigger qilinibdi, trigger qilingan. Ya'ni o'sha tomonidan qo'zg'atilgan. Nima bilan? Allergic stimulus, ya'ni qanaqadir bir allergik stimul tomonidan trigger qilingan bo'ladi, ya'ni qo'zg'atilgan bo'ladi ekan bronxokonstruksiya. Mana shu asmasi bo'lgan bemorlarda. Triggered by an allergic stimulus. Asthma is an allergic or hypersensitivity disorder. Asthma deyapti is an allergic or hypersensitivity disorder. Disorder nima edi bizda? Kasalligida. Demak, asmaga ta'rif beryapti. Asma bu allergik yoki gipersensibilizatsiya kasalligi deyapti. Hypersensitivity disorder. Shu joylarni qayta eshitamiz va har bitta so'zni eshitishga harakat qilamiz. So'zma-so'z eshitishga harakat qilamiz.
Patients who have asthma usually have bronchoconstriction triggered by an allergic stimulus. Asthma is an allergic or hypersensitivity disorder. It's an example of a type 1 hypersensitivity reaction. Demak, it's an example of a type 1 hypersensitivity reaction deyapti. Bu misol nimaga? Birinchi turdagi gipersensibilizatsiya reaksiyasi. Bizada har xil o'sha reaksiyalar bor edi. Gipersensitivity, ya'ni gipersensibilizatsiya reaksiyalari bor edi. Shu birinchisiga misol bo'ladi deyapti. Endi juda ham chuqur kirmaymiz hozir. Mavzudan chetga chiqib ketamiz agar uni Google'dan ko'radigan bo'lsak, keyinchalik o'zingiz ko'rib olsangiz bo'ladi bu narsani. Men shunga bitta misol deyapti. Mana shu astmani. Asthma is common in children, although it can also be seen in adults. Demak, qarang. Asthma is common in children. Common degani keng tarqalgan, ko'p uchraydi degani. Astma bolalar orasida keng uchraydi deyapti. Although degani garchi degani, it can also be seen in adults. Adults bo'lsa kattalar bo'ladi ekan. Kattalar. Keyin bundan tashqari deb tarjima qilsak ham bo'ladi oldini, lekin ko'p aksariyat holatdagi ma'nosi bu garchi degan ma'noda keladi. Also be seen, qarang, ko'rilishi mumkin. Ko'rilishi mumkin kattalarda ham. Also ham degani kattalarda ham ko'rilishi mumkin. Asma o'zi bolalar orasida keng tarqalgan, lekin kattalar orasida ham ko'rilishi mumkin demoqchi. In adults, and many patients who have asthma also have other allergic conditions, otherwise known as atopic conditions. Demak, and many patients who have asthma, demak, azma bo'lgan ko'plab bemorlarda, qaysiga o'sha ko'plab bemorlarda, asmatik bo'lgan ko'plab bemorlarda deyapti. Demak, also have other allergic conditions deyapti. Also hamda degan hozir have boshqa boshqa allergik holatlar ham bo'ladi deyapti. Ya'ni asmasi bo'lgan ko'plab many patients, ko'plab bemorlarda boshqa allergik reaksiyalar ham bor demoqchi. Conditions, otherwise known as atopic conditions. Otherwise, boshqacha qilib aytganda degani known as degani shunday deb bilinadi degani ekan. Known as demak shunday deb bilinadi desak bo'ladi. Shunday deb bilinadi. Known as atopic condition. Ya'ni atopic condition deb ataladi ekan bu narsani. Endi bir atama desak, termin desak bo'ladi bu narsani. Demak, common in children, bolalar orasida keng tarqalgan. Associated with degani shu bilan bog'liq. Other allergic conditions, ya'ni yoki atopic, ya'ni boshqa qarang, boshqa allergik reaksiyalarni ham bo'lishi, boshqa allergik holatlarni ham bo'lishi atopic condition deb ataladi ekan. Buni o'zi bitta alohida termin hozir bu yoqda. So patients with asthma commonly also have rhinitis, with runny nose and eczema, with skin rashes. Demak, qarang. So patients, bu yoqda shuning uchun yoki shunday qilib yoki xo'sh degan ma'noda bizadagi o'sha kirish so'zi bu yangi gapni boshlash uchun ishlatamiz-ku. Xo'sh, demak, mana shunga to'g'ri keladi. So patients with asthma commonly also have rhinitis deyapti. Qarang. Patients with asthma, asmasi bo'lgan bemorlarda commonly keng holatda yoki ko'p holatda yana rinit bo'ladi ekan. Rinit bo'ladi va bundan tashqari with runny nose. Runny nose degani demak burundan suv kelishi. Runny nose. Burun oqishi desak ham bo'ladi bu narsani. Ya'ni mana shuni yozib qo'yamiz. Runny nose. Runny nose. Buni o'zi alohida bitta fraza. Demak, burun oqishi deylik, sodda qilib. Burun oqishi ekan. Burun oqishi. And eczema deyapti. Eczema with skin rashes. Skin rash degan teri toshmalari bo'ladi ekan. Shuni ham yozib qo'yaman. Skin rashes burada teri toshmalari bo'ladi ekan. Teri toshmalari.
Runny nose, eczema with skin rashes. Shu joyni qayta eshitamiz. So patients with asthma commonly also have rhinitis with runny nose and eczema with skin rashes. Demak, rhinitni talaffuzini eshitdingizda rhinitis, rhinitis bo'ladi ekan. Demak, davom etamiz. In addition, they often come from families where there's a family history of allergic reactions. Xo'p, bu yoqda zo'r narsa aytdi. In addition qo'shimchasiga yoki bundan tashqari degani in addition qo'shimchasiga yoki bundan tashqari they often come from families. Ular often degani ya'ni ko'pincha tez-tez degan ma'nosini eshitgan bo'lishingiz mumkin, lekin ko'pincha degan ma'nosi ham bor va aynan mana shu ma'noda kelyapti bu yerda. Ko'pincha come from qayoqdan keladi? Families where there is a family, ya'ni oiladan keladi deyapti, oiladan o'tadi, where o'sha yerdagi there is a family history of allergic reactions, ya'ni allergik reaksiya tarixi bo'ladi deyapti. There is bor degani, family history of something degani, eshitsangiz history of allergic reaction misol uchun bu allergik reaksiya bo'lgan, shuni tarixi bor, ya'ni o'sha oilada allergik reaksiya bo'lsa kimdadir, mana shu ham ko'pincha o'tadi demoqchi. May have family history of allergic reactions. History of qaysidir history of something, ya'ni nimanidir tarixi desangiz, bu narsani o'shani tarixi degani boshqacha ma'noda tushunmaslik kerak. Bu degani o'sha bo'lgan, o'sha oilada shunaqa qanaqadir kasallik yoki allergik reaksiya bizani misolimizda bo'lgan degani. Qayta eshitamiz shu joyni. In addition, they often come from families where there's a family history of allergic reactions. Patients with asthma have episodic symptoms. Patients with asthma have episodic symptoms. Demak, azmasi bo'lgan bemorlarda episodic symptoms bor ekan. Episodic, keling ko'ramiz mana shu episodic symptoms nimaligini, konkret ma'nosini. Episodic symptoms meaning. Demak, episodic symptoms deyapti are those that occur in distinct, separate episodes or flares, meaning they come or and go rather than being constant. Those that occur in distinct, farqli ravishda degani separate episodes deyapti. Separate degani alohida holatlarda deyapti, meaning they come and go degani kelib ketadi, rather than being constant. Constant bo'lsa doimiy degani, doimiy, ya'ni doimiylikdan ko'ra rather than being constant, meaning they come and go, ya'ni ba'zida sodir bo'ladi deyapti. Demak, episodic symptom degani bu vaqti bilan sodir bo'ladigan simptomlar, ya'ni tinimsiz 7/24 bo'lmaydi-da, ba'zida xuruj qilib turadi, ba'zida o'tib ketadi. People experiencing episodic symptoms, ya'ni experience boshdan kechirayotgan degan desak bo'ladi. Episodic symptomlarni boshdan kechirayotgan odamlar may be symptom free for periods between episodes. Ya'ni o'sha simptomlar sodir bo'lish davrlari orasida between nima bo'lishi mumkin? Maybe symptom free. Free degani o'shasiz degani. O'shasiz degani, mana shuni yozib ketaylik. Demak, ko'rasiz, mana bunaqa bo'ladida, keyin free bo'ladi. Free. Nimadir free bo'lsa, free ni o'zi konkret ma'nosini olsangiz, bu tekin degani ekan, lekin bu kontekstda o'sha siz degani. Misol uchun, symptom free bo'lsa, buni yozamiz. Free bo'lsa, symptom siz bo'ladi. Symptom siz bo'ladi ekan, yoki boshqa kontekstda buni ko'rishingiz mumkin. Boshqa kontekstda misol uchun sugar free degan so'zni eshitgan bo'lishingiz mumkin. Sugar free. Bu degani shakarsiz. Shakarsiz yoki ba'zi ichimliklarda ko'rasiz alcohol free deydi. Ya'ni alkogolsiz degani. Mana shu xullas epizodlar oralig'ida, ya'ni xurujlar oralig'ida ular simptomsiz davr bo'ladi deyapti. Ya'ni sodir
doimiy bo'lmasdan vaqt vaqti bilan sodir bo'lib turish. Demak, astmatik bemorlarda ham shunaqa, ya'ni ba'zi simptomlar vaqti vaqti bilan sodir bo'lib turadi, lekin doimiy bo'ladi degani emas. So they will often be well for a period of time and then they will be exposed to a trigger and that will lead to the onset of symptoms. Demak, so yana o'sha gap, xo'sh, yoki shunday qilib demak. They will often be well degani yaxshi bo'lish. Yaxshi bo'lish, ya'ni sog'lom bo'lish degan ma'noda o'zini yaxshi his qilish. Ko'pincha be well, often be well, ko'pincha yaxshi bo'ladi for period of time. For period of time degani, ya'ni shu ma'lum vaqt davomida o'zini yaxshi his qiladi. And keyinchalik then keyin degani they will be exposed to a trigger. Expose degani shunga duch keladi desak bo'ladi. O'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish juda ham qiyin. Expose so'zini duch kelish desak bo'ladi. Trigger, ya'ni o'sha qo'zg'atuvchiga nima bo'ladi? Expose bo'ladi. O'shanga duch keladi. Exposed to a trigger va undan keyin and that va bu lead to yana kelyapti. O'shanga olib keladi. Nimaga olib keladi? The onset of symptoms. Onset degani boshlanishi degan ekan. Mana shuni yozib qo'yaman. Demak, onset degani onset of bo'lsa, yozib qo'yaylik. Nimanidir boshlanishi. Deymiz. Nimanidir boshlanishi. Onset of symptoms bo'lsa, endi simptomlarni boshlanishiga olib keladi. Ya'ni normada deyapti. Ularda hech qanday aksariyat holatda ko'pincha hech qanday simptom bo'lmaydi, lekin trigger, allergik dedikku, o'sha allergik reaksiyaga sabab bo'ladigan nimadirga sabab o'sha duch kelsa, expose bo'lsa, demak ular nimaga olib keladi? Simptomlarni boshlanishiga, the onset of symptomsga olib keladi ekan. Bu joyni bitta qaytib eshitaylik. So they will often be well for a period of time and then they will be exposed to a trigger and that will lead to the onset of symptoms. Symptoms can include dyspnea. Symptoms can include, simptomlar o'z ichiga olishi mumkin. Dyspnea, hozirgina aytganimiz nafas olish qiyinchilik. Wheezing is a classic symptom of asthma. Wheezing, ya'ni xirillash. Ya'ni shunaqa ovoz, wheezingni qanaqa bo'lishini eshitasiz keyinchalik. Is a classic symptom of asthma. Classic symptom, asmaning classic symptom deyapti. Wheezing, shuning uchun bu yerda ko'k qilib bergan, qarang. Classic symptom deyapti. Patients can also develop cough. Patients can also develop cough. Demak, bundan tashqari yo'tal. Cough bizada yo'tal degan. Cough ham, ya'ni yo'tal ham bo'lishi mumkin bemorlarda. If symptoms are severe, they can lead to hypoxemia. Hop. If symptoms are severe degani bu jiddiy degani, og'ir degani. Agar simptomlari jiddiy, ya'ni og'ir bo'ladigan bo'lsa, they can lead to hypoxemia. Gipoksemiyaga sabab bo'ladi ekan. Gipoksemiyaga sabab bo'ladi, ya'ni qondagi kislorodning kamayib ketishi. Ya'ni gipoksiya emas, ya'ni organizm kislorod yetishmovchiligi emas, gipoksemiya, qonda kislorodning kamayib ketishi. Anemia. On physical exam, in addition to wheezing, another classic finding is an increased expiratory phase. So if you look, qarang. On physical exam degani, ya'ni jismoniy ko'rik. Ya'ni har xil obyektiv to'g'ri kelmaydi-yu, har xil demak, mana bunaqa pikfilometriyaga o'xshagan qanaqadir bir uskunalar bilan bo'lishi mumkin. Xo'p, qanaqadir mashq qildirib ko'rish mumkin. Hammasi bilan demak physical exam bo'ladi. Physical exam. Mana shu jismoniy ko'rik vaqtida deyapti. In addition to wheezing, in addition to degani ga qo'shimcha ravishda. Mana shuni yozib qo'yib keling. Juda ham ko'p uchratasiz. In addition to something. Nimagadir qo'shimcha ravishda. Mana yozib qo'yaman. Demak, ga qo'shimcha holatda. Qo'shimcha ravishda desa ham bo'ladi. Wheezing, mana shu wheezing tovushiga qo'shimcha holatda deyapti. Another classic finding demak topilma degani, topilma. Keyingi klassik topilma bu increased expiratory phase, oshirilgan, demak expiratory nafas chiqarish.
Inspiratory bo'lsa nafas olish, inspiratory. Expiratory bo'lsa demak nafas chiqarish fazasini oshishi deyapti. Ya'ni keling buni ko'ramiz. Increased expiratory phase nima degani? Mana o'zi expiratory phase ni ko'raylik. Expiratory phase deymiz. Phase. The expiratory phase is the process of breathing out or exhaling where air moves out of the lungs. Sodda qilgan expiratory phase deyapti. Fazasi, nafas chiqarish fazasi, nafas chiqarish holati. Breathing out deyapti. Qarang, shuni o'zida bir qancha so'zlarni o'rganib ketamiz Google'ni o'zida. Breathing out nafas chiqarish, exhale ham nafas chiqarish degan ekan. Qarang, 3 ta so'z demak. Expression, exhaling, breathing out deyapti. Okay? Hammasi nafas chiqarish degani. Breathe in shularni teskarisi nafas olish bo'lsa endi. Breathe in bo'ladi mana bu joyga. Inhale bo'ladi, exhale emas, inhaling bo'ladi va inspiratory phase bo'ladi. Inspiratory phase nafas olish jarayoni. Va mana shunda deyapti, increased bo'lsa oshgan bo'ladi, decreased bo'lsa tushgan bo'ladi, pasaygan bo'ladi. Nafas chiqarish jarayoni, xolos nafas chiqarish fazasi oshgan bo'ladi deyapti. It's an increased expiratory phase. So if you listen to the patient when they breathe, the expiratory phase when air is leaving the lungs will be prolonged. That's because of bronchoconstriction, which causes. Xo'p, qarang bu yoqda aytyapti. So, if you listen to the patient when they breathe, agar bemorni eshitsangiz, qachonki o'sha nafas olganida breathe, when they breathe, nafas olganida bemorni eshitganingizda deyapti, the expiratory phase, ya'ni nafas chiqarish jarayoni, ya'ni when the air is leaving the lungs, leave degan tark etish, chiqish degani, ya'ni o'sha havo o'pkalarni tark etayotgan vaqtda, ya'ni expiratory phase ni eshitib ko'rsangiz bemorlarda, ya'ni o'sha phase, expiratory phase nima bo'ladi? Will be prolonged. Prolonged degani uzaygan degani. Prolonged. Prolonged bizada uzaygan bo'ladi ekan. Uzaygan degani prolonged. Ya'ni mana shu expiratory phase nima bo'ladi? Uzaygan. Ya'ni increased dedik-ku, o'shani aytyapti bizada. Bu yoqda ya'ni cho'zilgan, uzaygan bo'ladi vaqtga nisbatan. Prolonged. That's because of bronchoconstriction. Because of degani shu sababli. That's because of. Mana shu sababli. Nima sababli? Bronxokonstruksiya, ya'ni bronxlar qisqarish bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Ularni chiqib ketishi, havoni chiqib ketishi qiyin bo'ladi. Havoni chiqib ketishi qiyin bo'lgandan keyin uzoq vaqt kerak unga. Shuning natijasida bizada prolonged or increased expiratory phase bo'ladi. Ya'ni nafas chiqarish fazasi uzaygan, ya'ni oshgan bo'ladi bizaga. Which causes exhalation to take a longer period of time. Hozirgina aytgan gapim, qarang, exhalation ya'ni nafas chiqarish, nafas chiqarishda which causes sabab bo'ladi. Nimaga? Ya'ni o'sha bronxokonstruksiya, bronxlardagi qisqarish nimaga sabab bo'ladi? Exhalation. Exhalation bizda nafas chiqarish jarayoni. To exhalation to take a longer period of time. Take time degani vaqt olish degani ekan. Take a longer period of time, ya'ni uzoq vaqt talab qiladi. Mana shu havo chiqib ketishi uchun deyapti. Bronxokonstruksiya sababli. Because of bronchoconstriction. Shu joyni bitta qaytib eshitaylik. They breathe, the expiratory phase when air is leaving the lungs will be prolonged. That's because of bronchoconstriction, which causes exhalation to take a longer period of time. This is Mana shu joyda listeningga oid zo'r insightni aytib ketishim kerak. Nima uchun odatda u medical English bo'ladimi, general English bo'ladimi, native speakerlarni, ya'ni o'sha ingliz tili ona tilisi bo'lgan odamlarni tushunish ba'zida juda ham qiyin bo'ladi, ayniqsa gapirganida. Chunki bitta nima deydi, qo'sh tirnoqda sekreti ular juda ham qo'shib gapirib ketadi. Misol uchun hozir men o'qiyotganda juda ham sekin o'qiyapman, har bitta so'zni alohida talaffuz qilyapman, lekin haqiqiy hayotda bu nafaqat ingliz tilida, har qanday tilda, o'zbek tilida ham xuddi shunday. Mana hozir gapirayotganimda qarang, so'zlarni nima qilyapman? Qo'shib ketyapman. Ya'ni hozir gapirayotganimda so'zlarni qo'shib ketyapman holatida emas, hammasini ya'ni qo'shib ketyapman. Bir-biriga ulanib ketyapti. Ya'ni har bittasini to'xtab, har bitta so'zni to'xtab, dona-dona qilib talaffuz qilinmaydi hech qaysi tilda. Bu tez gapiradi, lekin qarang o'zbek tilida meni tushunishda muammo bo'lyaptimi?
Yo'q. Ingliz tilida ham xuddi shunday bo'ladi. Mana shularni o'sha ko'p eshitaverganingiz sari asta-sekin mana shuni har bittasini alohida eshitishni, ya'ni alohida eshitish deganda tushunishni boshlaysiz. Hozir sizda birinchi marta eshitayotganingizda, misol uchun, sizda muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni bittada tushunmasligingiz mumkin. Bittada tushunishda muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'shilib ketadi hammasi, tushunmay qolasiz. Lekin asta-sekin listening skillingiz oshib borgani sari mana shularni har bittasini alohida eshitishni boshlaysiz va bitta narsa qo'shib ketadi dedim. Diqqat qiling, qachonki bitta so'zni oxiri undosh bilan tugasa va keyingi so'z mana bu holatda, misol uchun, mana keyingi so'z unli harf bilan boshlansa, mana shu narsa qo'shilib ketadi ekan. Misol uchun, take longer period of time emas, period of time. To take a longer period of time. Qarang, period of emas, period of time. Mana shu holatda eshitasiz. Yoki mana bu holatda causes exhalation. Pause exhalation emas. Causes exhalation to take a longer period of time. Okay? Ana shu joyini qaytib eshitamiz. Hozir mana shunday eshitasiz. Qo'shib ketadi. Causes exhalation. Bu narsani yana o'zingiz qiziqishingiz kerak. Bu narsani connected speech deydi. Ya'ni o'zini nomi bilan ulangan nutq, qo'shilgan nutq desa ham bo'ladi. Mana shuni eshitamiz hozir. Diqqat bilan eshitib turing, alohida eshitasiz. Friction, which causes exhalation to take a longer period of time. Mana bu joyda ozgina urg'u berish uchun qo'shmadi, causes exhalation deb ketdi. Ya'ni urg'u tushishi uchun qo'shmadi, lekin mana bu joyni period of time. Qayta eshitamiz shu joyni. Which causes exhalation to take a longer period of time. Eshitdingiz-a? Period of time. To take a longer period of time. Period of time deyapti. Ya'ni period of emas. Xuddi mana shu holatda. Iloji boricha mana shunaqa case'larni, qo'shilib ketgan joylarni 2-3 marta, 4, 5, 6 martalab eshitishga harakat qiling. Shunda alohida eshitishni boshlaysiz. Okay? Ya'ni period of time. Bo'lmasa, mana bu ofni eshitmay qolish ehtimoli juda ham yuqori, e'tibor bermasangiz. Mana shunaqa so'zlarni ko'rganingizda iloji boricha qayta-qayta eshitishga harakat qiling. Ya'ni quloqni o'rgatish uchun. Demak, davom etamiz biz. Sometimes described as a decreased I to E ratio, meaning This sometimes described as, bu ba'zi holatlarda, ba'zi vaqtlarda deyapti. Described as degani shunday aytiladi, shunday tasvirlanadi. Describe degani o'zi tasvirlanish degani, tasvirlash degani. Described as bo'lsa, shunday tasvirlanadi. Qanday? Decreased E ratio. Qarang, ratio degani nisbat degani ekan. Mana bu yoqda bizada, ya'ni o'zbekcha aytyapman, inhalationga to'g'ri keladi, ya'ni nafas, demak, olish, exhalation bo'lsa nafas chiqarish. Hozirgina aytdik-ku. Ratio bo'lsa nisbat. Ratio juda ham ko'p uchratasiz tibbiyotda bu so'zni. Nisbat degani ekan. Nisbat nimagadir nisbati. Ya'ni nafas olish va nafas olishni, nafas chiqarishga bo'linmasini kamayganini sezasiz deyapti. Ya'ni bu yoqda nima bo'lyapti bizda? Nafas chiqarish qiyinligi, endi bilmadim bunga qanchalik bo'ldi, hozir ko'ramiz, mayli. ratio of the time for inspiration compared to expiration is decreased in patients with asthma. Ya'ni meaning deyapti, ya'ni ma'nosi, ya'ni o'sha mana bu decreased I ratio, ya'ni bu yoqda qarang, inspiration deyapti. Inspiration, inhalation umuman farqi yo'q, ma'nosi bir xil. Yuqorida ham aytib ketdim. Expiration, inspiration bilan hammasi ma'nosi bir xil. Ma'nosi meaning the ratio of the time for inspiration ekan. Qarang, time ekan, soni emas. Men hozir soni deb ketmoqchi bo'ldim, lekin unaqa emas. Vaqt ekan. Of the time for inspiration, nafas olishga ketgan vaqt compared to expiration. Compared to degani ga solishtirganda, shuni yozib ketaman. Compared to ga solishtirganda. Compared to expiration, ya'ni nafas chiqarishga solishtirganda,
inspiration is decreased in patients with asthma. Ya'ni patients with asthma shu so'zni juda ham ko'p eshitdingizmi? Ya'ni astmasi bo'lgan bemorlarda decreased deyapti. Ya'ni inspiration uchun nima demoqchi? Time for the inspiration vaqti compared to expiration, ya'ni nafas chiqarishga nisbatan decreased bo'ladi ekan, pasaygan bo'ladi ekan. Nima uchun? Chunki hozirgina aytdik bo'lsa, expiration uchun nima kerak? Ko'proq vaqt kerak degani. Ya'ni bunday bemorlar tez nafas oladi. Yes, tez, ya'ni inspiration, inhalation, breathing in hammasi. Tez nafas oladi. Nafas olish vaqti demak kamroq, lekin nafas chiqarish vaqti uzunroq bo'ladi ekan. Expiration, exhalation, breathing out, mana shu holat, ya'ni nafas chiqarish holati bizada nima bo'ladi? Uzaygan bo'ladi. Shuni hisobiga bularni bir-biriga nisbati pasaygan bo'ladi ekan. Respiration is decreased in patients with asthma, and that's because of that prolonged expiratory phase. Mana hozirgina aytgan gapim that's because of va bu nima sababli? Because of ni hozirgina aytdim, shu sababli degani that's because of that prolonged, because of that shu sababli kengaygan, uzaygan deylik, expiratory phase, ya'ni nafas chiqarish, uzaygan nafas chiqarish fazasi hisobiga demoqchi. Demak, shu joyni bitta qaytib eshitaylik. For inspiration compared to expiration is decreased in patients with asthma, and that's because of that prolonged expiratory phase. Reduced peak flow is a classic finding in Reduce peak flow. Peak flow, qarang, peak degani cho'qqi degani, flow degani oqim degani ekan. Reduce pasayish, reduce, decrease bular hammasi pasayish degani. Is a classic finding deyapti. Bu ham bitta klassik topilma, reduce peak flow. Mana bu apparatni ko'rgan bo'lishingiz, apparat demaylik, uskuna deylik mayli. Peak flow metriga mana bu yoqda mana datchikchasi bor, bu yoqda mana o'lchamlari berilgan. Bu mana bu yoqda o'sha bemor bor kuchi bilan puflaydi va mana shu demak qanchadir tepaga ko'tariladi. Peak flow metri haqida yana o'sha Googledan o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin. Peak flow metri, ya'ni peak flowni cho'qqi eng yuqori hajmni, sig'imni aniqlaydi desak ham bo'ladi menimcha. with asthma. This is Ya'ni astmasi bo'lgan bemorlarda mana shu peak flow pasayadi deyapti va bu klassik finding deyapti, klassik topilma. Nima uchun? Chunki bularda nafas chiqarish ojiz bo'lyapti. Nafas chiqarish ojiz bo'lgandan keyin mana bu ko'p ko'tarilmaydi. Agar o'sha sizda nafas olish kuchli bo'lsa, o'sha zo'r o'sha o'pkani shug'ullantirgan bo'lsangiz, mana bu datchik chiqib ketish ehtimoli bor. Yoqdan endi chiqib ketmaydi, hazil qilib aytyapman. Chiqib ketishi mumkin. Lekin bu bemorlarda, astmasi bo'lgan bemorlarda bizada bunaqa konstruksiya bor. Nafas chiqarish uzun bo'lyapti. Nafas chiqarish kuchsiz, juda ham bosim bilan nafasini chiqara olmaydi. Bu degani mana bu datchikni ko'tarilishi uzoqqa bormaydi degani. Ya'ni buni ham normal ko'rsatkichi bor o'zini. Googledan ko'rib olasiz. peak flow meter, Mana peak flow meter deyapti. Peak flow meter. Ya'ni peak flow metr deymiz buni. O'zbek tilida xuddi shuni o'girib olamiz. Tarjima qilish shart emas. Peak flow meter. blow into it forcefully and Mana what you do degani bu sal murakkabroq struktura, siz qiladigan narsa degan, siz qiladigan ish is you blow into ichiga, blow degani puflash degani, okay? Blow puflash degani, into it forcefully kuch bilan degani. Hozirgina aytgan gaplarim. Forcefully, ya'ni bor kuchingiz bilan nima qilasiz deyapti? Blow into it. It bu yoqda, ya'ni o'sha mana bunga to'g'ri keladi. U nimaga? Mana shunga peak flow metriga o'sha forcefully kuch bilan puflaysiz. there's the peak airflow. And it measure degani mana shuni juda ham ko'p uchratasiz. Measure demak o'lchash degan ekan. Measure ana endi shuni aytib ketay. Measurement bo'lsa, bu o'lchov degan ekan, okay? Xuddi shuni noun shakli bo'ladi. O'lchov.
Nimaga bularni aytib ketyapman? Bittasi verb deyapman, fe'l deyapman, izidan noun deb aytib ketyapman. Chunki bunaqa holatda so'zlarni o'rganish juda ham oson va o'sha bitta o'q bilan 2 3 4 5 talab quyonni urib o'ldirasiz. Chunki qarang, o'zak bitta bo'ladi. Mana shu o'zagini bilsangiz, bularni bemalol farqlay olasiz. Ya'ni alohida so'z sifatida o'rganish kerak emas. Measure, o'lchov, o'lchash. Buni misol uchun verbligini fe'lligini bildingizmi? Measurement noun shakli bo'ladi. Ya'ni nima bo'ladi? Measurement o'lchov. Okay? Ya'ni shuning uchun aytib ketyapman. Noun shakli bor, verb holatda deb, ya'ni sizga o'rganish osonroq bo'ladi. O'zakni bilsangiz, so'zni boshqa shakllarini, adverb, ya'ni ravish holatini ko'rishingiz mumkin, sifat holatini ko'rishingiz mumkin, verb, ya'ni fe'l, umuman farqi bo'lmaydi, bemalol tushunib ketaverasiz. Va shunday maslahat beraman, hamma shakllarni bitta o'zak so'zni o'rgandingizmi, hammasini o'rganib ketishga harakat qiling, hamma shakllarni. Shunda ancha oson bo'ladi, ko'proq so'z o'rganasiz minimal harakat bilan, bitta o'zagini o'rganish orqali. It measures deyapti, nimani o'lchaydi? The peak airflow. Airflow bizada havo oqimi degani ekan. Havo oqimi. Peak degani o'sha eng, ya'ni peakka chiqdi deydi-ku. Eng yuqori havo oqimini o'lchaydi ekan. In patients with asthma, they are often taught to measure their own peak flow because if it begins to fall, that's evidence that an asthma exacerbation may be coming on. Demak, qayerdan qoldi? Mana and in patients with asthma, astmasi bo'lgan bemorlarda endi, astmasi bo'lgan bemorlarda they are often taught, ular o'rgatiladi degan ma'noda to measure, nimaga? O'lchash their own peak flow, o'zlarini o'sha peak oqimlarini, ya'ni mana shuni o'zlari o'lchashlariga o'qitiladi, sodda qilib o'rgatiladi desak bo'ladi. Because if it begins to fall, agar u fall degani bu ham pasayish degani. Qarang, reduce, hammasini yozib qo'yaman shu yoqda. Ancha oson bo'ladi mana. Hammasi bir-biriga sinonim bular. Reduce, decrease, xo'p, yoki nima bor edi? Fall, mana bular hammasi nima? Pasayish bo'ladi ekan. Shuni teskarisi endi bizada increase bo'lsa, increase demak oshish bo'ladi ekan antonim holatda endi. If it begins to fall, ya'ni mana bu pasayishni boshlasa, tushishni boshlasa deyapti. That's evidence, bu isbot, evidence degan isbot, bu isbot that an asthma exacerbation degani yomonlashish degani ekan. Asthma exacerbation, ya'ni yomonlashyapti degani ekan. Maybe coming on degani kelayotgan, ya'ni kelayotgan, qaysi ma'noda? Rivojlanayotgan. Biza tibbiy kontekstimizda rivojlanayotgan. Ya'ni that's evidence deyapti. Agar mana bu pasaysa deyapti, tushishni boshlasa, bu nimani isboti deyapti? O'sha yana ham astma nima bo'lyapti? Holat yomonlashayotganini bildiradi demoqchi. Ya'ni bemorlarga o'rgatiladi ekan, o'zi uyda har doim o'lchab turishini. Agar mana shu pasayishni boshlasa, bu demoqchi, demak astma bemorning holati ham yomonlashishni boshladi. Asthma exacerbation boshlanyapti. Yomonlashishi, og'ir holati boshlanyapti degan ma'noni bildiradi ekan. Demak, ushbu darsni shu yoqda yakunlaymiz. Hozir endi boshidan eshitamiz, qani qanchalik tushuna olasiz. Hello, everyone, and welcome to our module on asthma. Asthma is a lung condition in which patients develop reversible bronchoconstriction. The word reversible is important here because reversibility distinguishes asthma from other lung conditions like COPD, where the symptoms are usually not reversible. And when bronchoconstriction occurs, this leads to dyspnea and wheezing, and we'll talk about the symptoms in a minute. Patients who have asthma usually have bronchoconstriction triggered by an allergic stimulus. Asthma is an allergic or hypersensitivity disorder. It's an example of a type 1 hypersensitivity reaction. Asthma is common in children, although it can also be seen in adults. And many patients who have asthma also have other allergic conditions, otherwise known as atopic conditions. So patients with asthma commonly also have rhinitis with runny nose and eczema with skin rashes. In addition, they often come from families where there's a family history of allergic reactions.
Patients with asthma have episodic symptoms, so they will often be well for a period of time and then they will be exposed to a trigger, and that will lead to the onset of symptoms. Symptoms can include dyspnea. Wheezing is a classic symptom of asthma. Patients can also develop cough. If symptoms are severe, they can lead to hypoxemia. On physical exam, in addition to wheezing, another classic finding is an increased expiratory phase. So if you listen to the patient when they breathe, the expiratory phase when air is leaving the lungs will be prolonged. That's because of bronchoconstriction, which causes exhalation to take a longer period of time. This is sometimes described as a decreased I to E ratio, meaning the ratio of the time for inspiration compared to expiration is decreased in patients with asthma, and that's because of that prolonged expiratory phase. Reduced peak flow is a classic finding in patients with asthma. This is a peak flow meter. What you do is you blow into it forcefully and it measures the peak airflow. And in patients with asthma, they are often taught to measure their own peak flow because if it begins to fall, that's evidence that an asthma exacerbation may be coming on. Demak, qarang, hozir tez gapirgani hisobiga, lekin umumiy kontekstni allaqachon tushundingiz deb umid qilaman, lekin ba'zi so'zlarni baribir eshitmay qolish ehtimolingiz yuqori. Agar haqiqatda listening skillingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, xuddi mana shunday holatda yoki bundan ham detallashtirilgan holatda qilishingiz kerak. Qarang, bu yoqda 18 daqiqa buni hammasini qilish kerak degan. Mana shu 2 daqiqani, hozir mana shu birgalikda analiz qilganimiz 2 daqiqani siz demak kamida 15-20 marta eshiting. Siz 15-20 marta eshiting. Siz mana shu yoqda gapirayotgan odamni, mana shu Jason Reinni demak gapirish stili sizga tanish bo'lib qoladi. Keyingi safar gapirganida, demak, intonatsiyasi qanday, ovoz toni qayoqda ko'tariladi, qayoqda tushadi, qanday so'zlarga urg'u beryapti. Mana shu narsaga qulog'ingiz o'rganadi-da, keyinchalik mana shu odamni eshitayotganingizda yaxshigina tushunishni boshlaysiz. Siz listening skillingiz qanchalik zo'r bo'lmasin, oldin umuman eshitmaganingiz, bitta juda ham ingliz tilida tez gapiradigan odamni eshitganingizda qiynalib qolasiz, lekin o'shani qayta eshitganingiz sari u odamni gapirish stiliga quloqingiz o'rganib qoladi. Siz o'sha zo'r o'rganaman, mana shu BNB dan foydalanaman desangiz, mana shunaqa holatda detallashtirilgan analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Kuniga demayman, mayli, 2 kun gapirma. 2 daqiqasini mana shunday detallashtirilgan holatda analiz qilib, keyin uni kamida 15-20 martalab mana shu 2 daqiqasini eshitsangiz, ana unda foydasini ko'rasiz. Buni demak eksperiment uchun o'zingizda qo'llab ko'rsangiz bo'ladi. Mana 2 daqiqasini hozir birgalikda analiz qildik. Bu video tashlab beriladi. O'zingiz 2 daqiqani 15-20 marta eshiting mana shuni. Boshida, misol uchun 4-5 martasida mayli, mana subtitrga qarang. Keyin buni subtitrsiz variantini topib olingda, yoki shunchaki audioni o'zini, bari ekranga qarab turishingiz kerak bo'ladi. Subtitrsiz variantini topingda, o'shani eshiting, qayta toki mana shu yoqda aytilayotgan har bitta so'zlarni quloqingiz eshitguncha. Ko'rasiz, keyin umuman mana bu yoqda, misol uchun mana bu yoqda 6-7-daqiqalarga kelganda ham anchagina so'zlarni tushunishni boshlaysiz. Mana shunaqa ko'p analiz qilaverganingizdan keyin. Quruq shunchaki mana shu 18 daqiqani bir martada ko'rib yuborgandan ko'ra 18 daqiqa, mana shu 2 daqiqani qayta eshitish 18 daqiqa, 20 daqiqa davomida. Ya'ni 20 bo'lsa 10 marta bo'ladi ekan. 4-5 barobar foydali bo'ladi sizning listening skillingiz uchun. Shuning uchun mana shunaqa holatda analiz qiling. Iloji boricha birinchi navbatda mana bu so'zlarni ham anchagina to'planib qolibdi. Bularni ham o'rganishga harakat qiling va mana aytganim joylari mana bunaqa qo'shilib ketadigan joylariga ham diqqat bilan eshiting mana shu joylarni ham. Bu ham ancha foydali bo'ladi. Demak, ushbu darsimiz shulardan iborat edi.